Assalomu alaykum. Butun xalqimizdan iltimos qilib qolaman, bu video murojaatimizni prezidentimiz oilalariga yetib borishini va prezidentimizni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, Saida Mirziyoyeva, Otabek Umarov, Shahnoza Mirziyoyeva, Ziyorat Mirziyoyevaga yetib borishlarini iltimos qilib qolaman. Meni bolam Salimov Zubayr 2 yashar. 2026 yil 26 aprel kuni Surxondaryo viloyati Sangardak sharsharasida, Sariosiyo tuman Sangardak sharsharasiga dam olish maqsadida borganimizdan so'ng 1 soat o'tmas bolamni yo'qotib qo'ydik. Shundan beri ichki ishlar bilan hamkorlikda MCS ham barcha tizimlar bilan bolamni o'qtarish ishlari izlandik. Samara bermadi, o'qtarganlarimiz samara bermadi. Hech qanday murojaat qilmagan joylarim qolmadi. Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, bosh portal, prezident qabulxonasigacha murojaat qildim. Hammasidan javob xati kelyapti, bir xil jarayonda izlanyapti deb, lekin mana shu kungacha bolamdan haligacha birorta bir darak, birorta bir belgi chiqmadi. Iltimos, menga yordam beringizlar, amaliy yordam beringlar. Men nima qilayin? Uyimdagi yosh qariyalarim birma-bir reanimatsiyaga kirib chiqyapti. Iltimos sizlardan, butun xalqimizdan iltimos qilib qolaman. Meni bolam ham O'zbekiston fuqarosi, 2 yashar, hali 2 ga to'lmasdan turib yo'qotgan edim. Hozir 2 yoshga to'lib 2 yoshdan o'tdi. Iltimos qilaman. Bolam bedarak yo'qolib ketmasin. Iltimos qilaman. Qayta yolvorib so'rayman. Iltimos sizlardan yordam bering. Prezidentimiz Salimov Zubayr O'zbekiston fuqarosi, boshqa yurt fuqarosi emas, O'zbekiston o'g'loni bo'lgan bola, hali o'zini eplolmaydi, hali to'liq yurib ketmagan bola. Qanday qilib bolam suvga ketishi mumkin? Bolam haqida biron bir ma'lumotga ega bo'lsalaringiz, menga murojaat qilib yoki ichki oldinlaringizda bo'lgan ichki ishlarga murojaat qilingizlar yoki 102 raqamlariga telefon qilib murojaat qilinglar. Iltimos qilaman. Befarq bo'lmanglar. Assalomu alaykum. Butun xalqimizdan iltimos qilib qolaman. Bu video murojaatimizni prezidentimiz oilalariga yetib borishini va prezidentimizni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, Saida Mirziyoyeva, Otabek Umarov, Shahnoza Mirziyoyeva, Ziyorat Mirziyoyevaga yetib borishlarini iltimos qilib qolaman. Meni bolam Salimov Zubayr 2 yashar. 2026 yil 26 aprel kuni Surxondaryo viloyati Sangardak sharsharasida, Sariosiyo tuman Sangardak sharsharasiga dam olish maqsadida borganimizdan so'ng 1 soat o'tmas bolamni yo'qotib qo'ydik. Shundan beri ichki ishlar bilan hamkorlik